Ya karis kim bu? Masjidga nima aloqasi bor karisni? Ana bu munofiq boyvachcha 200 so'm beradi. Musulmonmisizlar? Allohga qasam bilan aytaman. Hozir bir do'stimiz, bir akamiz bor, qarang. Masjid quriladigan bo'ldi mahallalarda. Masjidni buzib boshqa quradigan bo'ldi. Hashar yo'li bilan qurishligimiz kerak deydi. Mahallamizda eng katta fermer, bir 100 gektarmi qancha gektar yeri bor fermerlikka bo'ldim. Taqillatdim chiqdi. Nima gap? Aka, masjid quryatuvdik. Mana shu qabristonda yonida otangiz, onangiz yotibdi. Shu yonida masjidni buzib qayta qurmoqchi edik. Endi siz mahallamizni eng boy, eng to'qisiz, qo'lingizda nimasi bor? Bir umid bilan keldim, aka. Shunga yordam qilsangiz dedim, xudo burnini tirishtirdi deydi. Burnini tirishdi. Albatta hozir turib turdi, kirib ketdi deydi. Yarim soat 40 minut yo'q bo'lib ketdi deyapti. Endi bir normalniy summa sanab chiqyapti shekilli o'tirman deydi. Men shuncha paytdan beri taxlab bir haligi gulini guliga qilib, sortini sortiga qilib bir normalniy summa olib chiqadi desam, bir mahal chiqib keldi deydi. Qo'lida 200 so'm mana uni olib boqib qo'yarsizlar deydi. 200 so'm. Torvuzim qo'ltig'imdan tushdi. Butun umidlarim uzildi. Mahallani eng boyi 200 so'm bersa qolgani nima beradi deb turibman deydi. Yana duo qilmaysanmi deyapti deydi. 200 so'mni qo'limga oldimda qo'lingizni oching dedim deydi. Qo'lini ochirib qo'yib 45 minut duo qildim deydi shu. 45 minut ota, ona, avlodlarni jannatni to'riga olib kirib qo'ydim, oilasini jannat to'riga. Yana bundoq turadi deydi. Qo'li og'rib ketdi, bundoq qo'lni tushirib yana bundoq qilib duo qildim. 45 minut ataylab duo qildim deydi. Ey Alloh, o'zing sabr bergin, Xudo shunga insof bergin deb ketdim. Nima qilarini bilmayman. Masjidni boshlab qo'yganmiz, kim yordam qiladi? Bir maktabda birga o'qigan bir koreys sinfdoshim bor edi deydi. Bordim deydi, bo'layotgan voqeani aytuvdim deydi. Hozir to'xtab turib kirib ketdi deydi. $4000 olib chiqib keldi deyapti. Mana buni ishlatib tur, yana beraman, bir joydan keladigan pulim bor deb. Ya koreys kim bu? Masjidga nima aloqasi bor karisni? Nima uchun masjid qurish kerak? Nima uchun masjidga $1 berish kerak u? Ana bu munofiq boyvachcha 200 so'm beradi. Mana bunaqalar munofiqlar birodarlar. Ertaga olib ketarsan qabringga orqalab, qoplab, chemadonlarda bosib ketarsan, yonboshingga bir chemadon, yonboshingga bir qop qo'yib yotarsan, boshingga bir qop qo'yib yotasanmi? Kim nima olib ketdi? وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني